Yangi she'rlarimizni ana endi qo'yamiz. Aziz muxlislar, hozir ayriliq haqida she'r bo'ladi. Bu yangi she'r hali gazetaga ham bermaganman, lekin bir ikkita xonandalarga tashlab qo'yganman. Endi qo'shiqqa tushsa kerak menimcha, yana bilmadim, lekin yo'qdi, bizlarga ma'qul deb xabar berishdi. Hozir shu she'rni sizlarga aytib bermoqchiman. Bu menga juda nima deydi, bir quvvat bo'ladi. Albatta, chunki meni unaqa nima deydi, litsenziyam yo'q. Shu YouTube'dan yozib, haligi hal rejimdan yozib savol-javob qilganimda aytishdiki, sizni Abror Omon she'riyat olami kanalingiz bor ekan. Shu kanalingiz sizga mualliflik huquqingizga katta dalolatnoma bo'ladi, guvohnoma bo'ladi, dalil bo'ladi deb meni xursand qilishdi. Unda hozir shu tarona bo'layotgan, bir qo'shiq bo'layotgan she'rimni siz azizlarga aytib bermoqchiman. Unda ketdik. Sen o'zgaga yormiding, alamdan parchalandim. Menga dilozormiding, nahot endi aldandim. Ketding o'zga tomonga, meni tashlab hijronga. Oh, bo'ylandim armonga, nahot endi aldandim. Tinglamay ketding ohim, xazon etding dil bog'im. Ayriliq bo'ldi dog'im, nahot endi aldandim. Anduhlarga ko'mildim, ko'z yoshlarga tilindim. Ming bo'lakka tilindim, nahot endi aldandim. Ana shu she'r edi.